Bu degani standart O8 quvvatini beradi degan. Kondisioner ishlab chiqaruvchi bo'yicha Midea birinchi o'rinda turadi. Mayin changlarni yaxshi ushlaydi. Sizga dadil gapira olaman. 12 ta viloyatda servis markazlari bor. Narxi $520 chiqadi. Biroda bir marta, ikki marta filtrini tozalab turish. Qattiq tok rasxoti kammi? Bu minus. Wi-Fi qo'shib bering. Sizga $520 to'lab qolinyapti. Rasxoti ko'paymaydi. Kompressor uchun alohida isitish moslamasi yo'q. Sibir sovuqlari uchun maxsus ishlab chiqarilgan kondisioner. Bu konditsionerimiz to'liq inverter. 15-20 yil kabinda ishlab beradi. Sizlar bilan buni to'liq video davomida ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomiz Midea Nordic konditsioner haqida to'liq obzor qilib beramiz. Bu konditsioner premium konditsioner hisoblanadi, ya'ni eng tok rasxoti tejamkor hamda 12 bituvli konditsioner ichida eng ko'p effekt beradigan konditsioner hisoblanadi. O'z bozorimizda, bizning bozorda asosan 12 lik konditsioner xaridor bo'ladi, ya'ni ko'p sotiladi. O'rtacha konditsionerlar 30-35 kvadrat bo'lsa, bu konditsionerimiz 35-40 kvadratgacha bemalol yetib beradi. Sovutib isitib beradi. Xo'p, bu konditsionerimizning eng katta afzallik tomonlari kompressor. Kompressori inverter quattro texnologiya asosida ishlab chiqarilgan. Ya'ni eng past kuchlanishda ham 135 voltga tushib ketsa ham kompressor qo'ymasdan ishlab beradi. 265 voltgacha o'zini himoya qiladi. Xo'p, kompressorimiz 10 yil kafolatli AI sun'iy intellekt bilan jihozlangan. Xo'p, bu konditsionerimiz yana bir eng ustun tarafi xonamda boshqa adapterni yo'q, konditsioner o'zi bilan isitaman deganlar uchun eng ideal tanlov. Bu konditsionerimiz, misol odatda konditsionerlar -5-10 gacha ishlab bersa qishda tashqari harorat. Bu modelimiz -25 da ham konditsioner tashqi agregat attakaga o'tmasdan xonangiz bemalol isitib beradi. Misol uchun sizni xonangiz 12 likdan ko'ra kattaroq, misol 40 kvadrat, 35 kvadrat bo'lsa, O8 lik konditsioner o'tirmaysiz. 12 lik Nordic modelini olsangiz, sizga O8 lik quvvatini berib, tok rasxoti bo'lsa 12 likning quvvatini oladi. Xo'p, konditsionerimizning eng asosiysi tok rasxoti bu soatiga 1 kilovat, ya'ni 0.97 oladi, grubi 1 kilovat. Inverter quattro texnologiya asosida ishlab chiqarilgan kompressorimiz eng oxirgi rusumdagi Midea o'zini brend ostida ishlab chiqaradik motorlarini ham. Xo'p, bu konditsionerimiz kafolatiga keladigan bo'lsa, ko'pchilik oldingi videolarimizda ham Midea'ning ikki xil modelini obzor qilganmiz. Kafolatni so'rashdi. Bizda haqiqatan ham O'zbekiston servis markazlari bormi, yo'qmi? Xotirjam sizga dadil gapira olaman. 12 ta viloyatda servis markazlari bor. 3 yil konditsioner garantiya beriladi, kompressorga 10 yil kafolat beriladi. Xo'p, endi bu konditsioner videoning boshida narxini aytib o'tib ketamiz. Narxi $520 chiqadi. Endi bu narx bilasiz, texnikada kerak bo'lsa bir oyda bir marta yoki bir oyda 3 martagacha narx o'zgarib turishi mumkin. Pastda nomerni qoldiramiz. Bemalol bizga aloqaga chiqsangiz, sizga xonangizga kerakli konditsioner tanlab beramiz. Xo'p, endi bu konditsionerimizga keladigan bo'lsak, birinchi dizaynida. Dizayni soddaroq. Xo'p, endi santimetr o'lchab chiqamiz. Xo'p, 78,5 santimetr uzunligi. Xo'p, ranglari oq glansiy. Oq glansiyda, hop, jabralarimiz oddiy klassik bo'ladi. Hop, dizaynda ortiqcha nima deydi, zamonaviy konditsioner ko'rmayapman. Lekin buni ichida nima gap? İçini hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Hop, konditsionerimizning ustida shunaqangi zavodskiy belgilari bor. Hop, bu aytyaptiki, super isitish, ya'ni qo'shimcha tem bilan minus sovuqlarda ham isitib beraman deyapti. Hamda stabilniy ishlab berish, ya'ni kompressorda qo'shimcha texnologiyani qo'llangan. Tashqi harorat +50 gradus bo'lsa ham, ayniqsa bizni O'zbekiston sharoitiga bu zo'r konditsioner. Agregat ko'pincha oftobga qarab qoladi, kompressor nagruska kelib, rasxot ko'payadi. Hop, bu konditsionerimiz rasxot ko'paymaydi, bemalol nagruskada ishlab beradi. -25 da ham qishki rejimda demoqchiman. Tashqari sovib ketsa, bemalol isitsangiz bo'ladi. Bu isitish rejimi qishda har qanaqa adapterlarga arzon tushadi. To'pli pol deysizmi, pechka deysizmi, o'zidan hech qanaqa zaharli narsa chiqarmaydi. Faqat sizdan talab qilingan narsa bir oyda bir marta, ikki marta filtrini tozalab. Xo'p, qo'shimcha smart, ya'ni Wi-Fi bilan jihozlangan, ya'ni smartfondan bemalol boshqarsangiz bo'ladi masofadan. Xo'p, Noberazin debdi. Haqiqatan dunyo bo'yicha Noberazin konditsioner hisoblanadi. Eng ko'p konditsioner ishlab chiqaruvchi bo'yicha Midea birinchi o'rinda turadi. Bu konditsioner faqat o'zini brend asosida emas, boshqa brendlarga ham konditsioner ishlab chiqarib beradi. Xo'p, endi Nordic modelimizni ichini ochamiz. Tablolari chekkada joylashgan. Bu tarafda o'zida shunaqangi filtrlar bo'ladi. Bunga qo'shimcha marketplace'dan yana qo'shimcha filtrlar olsangiz ham bo'ladi. Xo'p, filtrlarimiz mayin, changlarni yaxshi ushlaydi. Standart filtrlar, hamma konditsionerlardagi filtrlarimiz bo'ladi. Shu narsa hamma konditsionerda bor. Buni muntazam bir oyda bir marta tozalab turish shart. Isparitelimiz Goldfin 2 qavat qoplama, standartda ancha qalinroq. Bu sizga nima yordam beradi? Ya'ni shu isparitelimiz qancha qalin hamda 2 qator bo'lsa, energiya tejab, ko'proq sovuq energiya, ko'proq issiq energiya o'zidan ishlab chiqarib beradi. Xo'p, konditsionerimiz zborkasi sifatli bo'lgan deb shunaqangi odzivlar bor. Endi sizlar bilan buni realniy halol qilib sizlar bilan ko'rsatib beramiz. Ichini polni yechintirib, video davomida
davomida ko'ring, konditsioner qiziqtirgan bo'lsa, sizlarga ancha ma'lumot beramiz. Hop, o'sha mana sifatli konditsioner boshdan bilinadi. Oddiy mana ichki blokdagi platani kirishini ochganimizda sразу ko'ryapsiz mana. Uncha konditsioner bunaqangi sifatli sborka qilmaydi. Ko'ryapsiz mana. Akkuratniy sborka bo'lgan. Simlamaydi, osilyapmaydi. Buni ham kirishini ochamiz, siz ko'rasiz video davomida. Konditsionerimizni bitta minusini topdim. Bu katta minus. Wi-Fi bor deyilgan. Endi bu summada Wi-Fi bo'lish kerak. Chunki 300 dollarlik konditsionerdan Wi-Fi qo'yibdi. Bunda esa doполнительный opsiya. Ya'ni konditsioner sotib olsangiz, yana qo'shimcha 30-35 dollar to'lab qolasiz. Bu yerda port qoldirib ketgan, alohida Wi-Fi modem berishadi, qo'yib ketasiz. Bu minus. Lekin plus taraflari ham topdim. Bu yerda shum izolyatsiyasi, ya'ni внутренний blokka parragini dovshin pasaytirish uchun shunaqangi chexollar, mana bunaqa chexol qo'yilib ketilgan. Bu maqtovga loyiq, chunki konditsioner parraga plastmassa urilganda ovoz jim bo'ladi. Ya'ni izolyatsiya qilsangiz ovoz past bo'ladi. Buni bemalol panelga yotoqxonaga qo'yib, uyqu rejimida ishlatsangiz ham tovush ancha past bo'ladi. Atiga 23-27 desibel orasida ishlab beradi. Hop, konditsionerimiz bo'shatib oldi. Mana sizlar bilan ko'rib turibmiz. Isparetil ancha qalin hamda ikki qator. Sizlar bilan buni endi o'lchovini bilib olamiz. Qanchalik misda ayashmagan. Isparetilimiz 66 ga 1 mm kam. Bu juda yaxshi ko'rsatkich. Hamda bu isparetil ancha qalin. Endi sizlar bilan buni qalinlik darajasini mana videoda ko'rishingiz mumkin. Kamera yaqin olib kelasiz, qarang. Mana o'rtacha 12 lik konsert bunaqangi qalin misturib ishlatmaydi. Hop, hamda ikki qator. O'z sizlar bilan buni sanab chiqamiz. 1, 2, hop, bu tomonga bitta o'rnatgan. 4 ta, 5 ta, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ta. 15 ta misturubga hamda eng qalin misdan ishlatgan. Bu juda yaxshi sizga sovutishda ham, isitishda ham effekt beradi. Ko'rib turibmiz, bu yerda motorchik qo'ygan. Bu ichki jaluzini o'ngga chapga qiladigan motorchigi hamda bu tarafda ham motorchigi bor. Bu jaluzini teva past qiladigan motorchigi. Bu sizga shu pult orqali, ba'zi konditsionerda qo'l orqali bo'ladi. Bunda ikki tomondan ham motorchik qo'ygan. Pult orqali bemalol havo oqimi yo'naltirishingiz mumkin. Hop, motorchilarimiz 12 li DC, ya'ni inverter. Hop, endi konditsionerimizni plata qismini ham sizlar bilan bir ko'rib chiqamiz. Hop, endi sizlar bilan plata qismini bo'shatib ko'rib chiqamiz. Haqiqatan shunaqangi sifatli sborka qilinganmi yo'qmi? Lekin menga yo'qdi. Sifat bor, slot ayalmagan, shuning uchun ham narx qo'shilgan. Hop, endi platani bo'shatib sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin. Platalar shunaqangi kirishkalar bilan jihozlangan. Sborka juda ham sifatli. Platani bo'shatganimizda o'zi mana hamma konditsioner shunaqangi 5-6 ta sim chiqadi. O'sha tashqi agregatga ulaydigan 5 ta sim. Bu o'ta akkuratniy sborka bo'lgan. Haqiqatan o'zi dunyo bo'yicha Midea konditsionerlari sifatli sborka bilan tanilgan. Konditsioner maqtovga loyiq. Ichki blokda men plus topganim, energiyadan yutasiz, ya'ni isparetil qalin, sovutishlar juda zo'r bo'ladi, ya'ni havo oqimi kuchliroq hamda plata sborka sifatli bo'lgan. Hop, endi minus tarafi nima desangiz, minus tarafi Wi-Fi. Endi bu narxga zavod o'sha 30-35 dollarlik modemni qo'shib ketsa yaxshi bo'lardi. Chunki 300 dollarlik konditsionerda ham hozir Wi-Fi bilan jihozlayapti. Midea Wi-Fi qo'shib bering, sizga 520 dollar to'lab qolinyapti. Arzimagan 30-35 dollarga. Endi buni plus tarafi ham bor. Agar 30-35 dollar bir zavod qo'shsa, avtomatik narxini qo'shib qo'yadi. Endi bizni O'zbekiston bozoriga menimcha o'yladimki, atalman Wi-Fi qo'yib chiqarmagan, sababi ko'pchilik Wi-Fi dan foydalanmaydi. 30-35 dollar ham ozgincha pul emas, 400 ming. Agar sizga Wi-Fi kerak bo'lsa, qo'shimcha to'lov qilib, dop opsiya bo'ladi. 450 ming to'lov qilsangiz, Wi-Fi li konditsioner bo'ladi. Hop, yana plus tarafida menga bemalol spanling qo'yasiz. Uyqu rejimlarida yoz kunida ham, qish kunida ham konditsioner tagida uxlasangiz bo'ladi. Ortiqcha tovush chiqmaydi. Shunisi maqtovga loyiq. Hop, endi sizlar bilan tashqi agregatni yana bitta plus taraflarida bu yerda qo'shimcha joy bor. Bu montajni ustalar uchun juda oson bo'ladi. Ko'p konditsionerda mana bu joy qolmaydi. Drenajli trubkalarni, mis trubkalarni chap tomondan ham, o'ng tomondan ham bemalol chiqarib olsangiz ham bu yerda qo'shimcha joy bor. Bilamizki, ko'p konditsionerlarda Midea'ning bundan arzonroq modelida ham shumkasini oddiy tokdan qiladi. Bularda qanaqangidir machalka bor. Bu bir sifatli konditsionerda bu narsa bo'lish kerak. Bu ham bir plus. Menga juda ham yoqdi. Korpus ham plotniy korpusdan sifatli. Bemalol montajda ham ustilar qiynalmaydi. Sifatli konditsionerligi bilinib turadi shu yerda. Hop, sizlar bilan tashqi blokni bo'shatib olamiz. Bismillah. Ko'ryapmiz, tashqi blokda bizni nima kutyapti? Menga eng yoqqan tarafi konditsionerda standart 12 lik konditsionerda iskitdan bilamiz. Mana bunaqa teplobmenlik soni 12 ta bo'ladi. Bunda standartdan ko'proq, ya'ni sizlar bilan sanab chiqamiz. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ta. 12 ta i 2 qator. Ya'ni 24 ta trubasi bor. Standartdan qalinroq. Bu sizga nima beradi? Tok rasxod kam bo'lib, yozgi kunida oftobga qaraganda ham agregat qiynalmasdan, tok rasxod ko'paytirmasdan, tokingiz past holatda ham o'zi odatda tok pasaysa konditsioner san'atdan ko'proq tok o'zadi. Bu konditsionerimiz energiya samaradorligi yuqori bo'lgani uchun rasxod ko'paymaydi. Hamda menga yana bitta eng zo'r plus tarafi buni qishki rejimda bemalol otopleniyasiz konditsioner o'zi bilan bu konditsionerdan qahraton sovuqda ham bemalol chiqsangiz bo'ladi. Bu sizga otopleniya hamma narsa arzon tushadi. Pechka yoqasizmi, elektrический pol qilasizmi, ya'ni cho'pli pol qilsangiz ham bu ancha sizga arzon tushadi. Bemalol 35-40 kvadrat xonadoningizni isitib beradi. Lekin bitta narsa bor, xonadoningiz izolyatsiyasi yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni tagi podvalli joy bo'lsa, izolyatsiya qiling pol. Eshik derazangiz taxtali rom bo'lsa, iloji bo'lsa akfa yoki qishda endi qish ko'zi ko'r deydi, paket tortib qo'ying. Shunda energiya yo'qotish past bo'ladi. Konditsioneringiz rasxodi kam bo'lib, bemalol qishdan sizni olib chiqadi. Xo'p, endi yana plus taraflarimizdan biri bu tashqi agregatdagi parraga ham inverter hisoblanadi. Ya'ni bu konditsionerimiz to'liq inverter. Puskoy rejimda ham rasxodi kam bo'ladi, ortiqcha tok yozmaydi. Xo'p, rasxodi keladigan bo'lsa, yozgi kuni 0.87 kilovat soatiga, qishda 1 kilovat. Qo'shimcha ten yoqqanda 1.5 kilovatgacha oladi. Endi u holat qanaqa? 10 soat yoqsangiz, orada 1 marta, 2 marta yonadi. Xo'p, agregatimizni teplobmenik qalin parraga inverter hisoblanadi hamda eng buni eksklyuziv turadigan zapchast bu ten. Ya'ni agregat paddonda zimniy komplektatsiyasi bor. Ya'ni oddiy simmas, haqiqiy qiziydigan ten qo'ygan. Bu qahraton sovuqlarda ham, ya'ni -15, 20, 25 da ham bemalol konditsioner atak rejimga o'tmasdan ichkari xonani bemalol isitib beradi. Xo'p, platamiz sifatli sborka bo'lgan, o'zini radiatorlari bor. Bemalol oftobga qaragan joyga o'rnatsangiz ham qiynalmasdan ishlab beradi. Xo'p, endi kompressorga kelamiz. Xo'p, kompressorimizda ikkinchi qavat chexoli ham bor. Bu o'zi premium konditsionerda ham ba'zida kamdan-kam uchraydi. Bu juda ham sifatli degani, konditsioner kompressor buzilib qolmaydi hamda shum past bo'ladi. Endi yana bitta zo'r tarafi, men odatda bunaqangi konditsionerni ko'rmaganman. Kompressorga ham alohida pastiga ten qo'ygan, ya'ni qiziydigan sim, kompressor bo'yi bemalol qishda ham yaxshi isitib beradi. Kompressor eng sifatli kompressor, katta kompressor joylashgan. Shu kompressorimizning 10 yil kafolati bor hamda o'zini Midea KSM98 D64 UFS3 eng oxirgi rusumdagi kompressorlar biri hisoblanadi. Ko'ryapmiz, eng asosiysi mana klapani bilamiz, konditsionerda kapillarli bo'ladi. ERV klap. ERV klapini konditsionerda yozgi kunda ham, qish kunida ham yaxshi stabilni sovutib isitib berishga eng yuqori sifatli klapdan hisoblanadi. Bu konditsionerimizda haqiqatan premium konditsioner ekan, ERV klapni qo'ygan. Hamda kompressordan chiqqan mistru bilan ham ancha qalin. Haqiqiy shu 12 lik konditsioner hisoblanadi. Plus taraflari sanab chiqamiz, minus taraflarini. To'g'risi, minus taraflarni ko'rmadim. Tashqi blok bunaqangi sifatli bo'ladi deb o'ylamadim, chunki bunaqangi sifatni biz $600, $580 konditsionerda ko'rganmiz. Hattoki u modellarda ham kompressor uchun alohida isitish moslamasi yo'q. Bunda bor. Bu o'zi katalogdan yozgan разработан под климат Sibiriyadagi, ya'ni Sibir sovuqlari uchun maxsus ishlab chiqarilgan konditsioner. Bu komplektatsiya yozgi rejimga ham zo'r, qishki rejimga ham. Xo'p, plus taraflari teplobmenik qalin 2 qator parraga inverter hisoblanadi, ya'ni eng past kuchlanishda ham ishlab beradi hamda tok rasxodi stabilni bir xil. Ya'ni tok pasayganda ham rasxod ko'paymaydi, aynan bir konditsionerga o'xshab bir xil 1 kilovat 0.87 oladi. Hamda minus sovuqlarda, qahraton sovuqlarda двойной tenlari bor, ya'ni paddonda hamda kompressor uchun. Yana bu bitta plus hamda klapani, ya'ni odatda bunaqangi narxlarda ko'p modellarda, hattoki ayrim bir qimmatroq modellarda ham oddiy klapan qo'yadi, kapillarni. Bu konditsionerimizda ERV klap. U juda ham katta plus. Platasi juda ham sifatli sborka bo'lgan. Xullas, bitta gap bilan o'zimni fikrimni bildiraman. Bu konditsioner eng sifatli konditsioner qatorida top 3 ta bo'lsa, bu bittasi. Uyingizga sifatli konditsioner, tok rasxodi kam, yozgi kunida chillada ham qiynalmasdan, tok rasxodi ko'p bo'lmasdan yaxshi sovut beradigan konditsioner desangiz shu. Qish kunlarida yaxshi isitib, hech qanaqa otopleniyasiz, atiga soatiga 1 kilovat energiya bilan 35-40 kvadrat maydonni isitaman desangiz, imna shu konditsioner siz uchun. Konditsionerimiz kafolatlari 3 yil, motori 10 yil, lekin o'rtacha 15-20 yil kamida ishlab beradi. Konditsionerimiz sifatli, 12 soatda servis markazlarimiz bor. Agar sizga ham xuddi shunaqangi sifatli Midea Nordic konditsioner yoqqan bo'lsa, bizga ham aloqaga chiqishingiz mumkin. 12 soat bo'yicha dastavkamiz bor. Agar sizga ham xuddi shunaqangi sifatli konditsioner Midea Nordic narxi $520, men uchun bu narx sifat uchun zo'r, uzun 100% oqlaydi. $520 ga. Endi narxlar o'zgarib turadi. Pastda kontaktlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, xonangizga mos konditsioner tavsiya qilamiz. Sizga xuddi shu konditsioner kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqing. 12 soat bo'yicha dastavka xizmatimiz bor.